Shunda qana chiqarkin bilmadim. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun mana bemorimizda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasini qo'lib amaliyotini rejalashtirib oldik. Mana operatsiyani boshladik. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Bizni kuzatishni davom etib turing. Natijalar bilan bo'lishamiz. Xudo xolasa operatsiyamiz boshlanishi yomon emas. Hurmatli kuzatuvchilar, operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlanmoqda. Mana bezni to'laligicha oldik. Hozir koagulyatsiya jarayonidamiz, ya'ni qon tomirlarni kuydirib, gemostaz qilib, maksimal darajada qonamasligi uchun operatsiya keyingi davrda koagulyatsiya qilyapmiz. Bizni kuzatishda davom etib turasizlar. Yana operatsiyadan keyingi davrda bemorimizni holati bilan sizlar bilan tanishtiramiz. Hammanglarga sog'lik, salomatchilik tilab qolamiz.